Hozir mehmonlarimiz uchun xonalarni tayyorlaganmiz. Sizlarga eksklyuziv ko'rsataman nimalar qilganimizni. Xuddi shunaqa kalit bilan ochishadi. Ko'rib turganinglardek, bu xonamiz 2 kishilik va ular uchun xuddi shunaqa ismlari yozilgan bo'lgan. O'zimizning futbolkalarimizni qo'shganmiz. Bu futbolkalarni kiygan holatda bizning interaktiv o'yinlarimizga qatnashishadi va prizlar ham qo'yganmiz. Prizlar bilan tanishtirib o'taman. Hammada mana shu narsa bo'ladi. To'g'irlash kerakmi? To'g'irlaymiz deb birovni ko'rgandan keyin to'g'irlatib ketamiz. Do'stlar, bizada birinchi o'yinimiz Do'stlar, bugungi kundagi musobaqalar bilan sizlarni tanishtirib o'tib ketaman. Bugungi kunda bizning birinchi musobaqamiz waterpol bo'ladi. Ya'ni suvdagi futbolimizda ko'rib turibsizlar, ikkita tarafga ham varatalarimizni уже tayyorlab qo'yganmiz. Eng muhim jihati, bizda varatalarimizni ham o'zimizning mahsulotdan, ya'ni Vero turbalaridan qilganmiz, qaranglar. Qanaqa zo'r chiqqan. Kreativ. Out bo'ldi hozir. O'rtoqlar, bizning ikkinchi o'yinimiz xuddi shu korobka terish bo'ladi. Ma'lum bir vaqt ichida korobkalarni eng baland tergan odam komanda yutgan bo'ladi. Agar xuddi shunaqa tushirib yuboradigan bo'lsanglar, yutqizgan hisoblanasizlar. Aka, uzr, kutilmaganda o'zi. Do'stlar, bizda hozir tushlik vaqti, lekin bu joyini ko'rsatmoqchi emas edim. Menga imенно restoranni interyeri yoqqanligi uchun ko'rsatishga qaror qildim. O'zingizlar bitta baho beringlar. Hozir sizlarga bitta narsa aytaman. Aniq eslaysizlar, Angliyani qadimiy kinolarida xuddi shunaqa vibe qilib qo'yishadi, mana shunaqa qandil qo'yishadi. Faqat uni tepasida olov yonib turadi. Bizda bo'lsa yangilangan lampochka yonib turibdi. Pishirmasimizni oldin katta edi, hozir kichkina bo'lib qolar ekan pishganda. Birinchi o'yingiz zo'r. Yo, kim champion bo'lsa menda qo'shilaman. Bitamiz. Keshetda ham o'g'ga pandeski bo'lyapti. Hali qaraydi. Bugungi team buildingimizni oxirigacha yetib kelganmiz o'rtoqlar. Hozir bizda prezentatsiya videolar bo'ldi. Endi hozir mafiya bo'ladi. Bizdan uzoqlashmaymiz. Hozir bizning mafiyamizda 10 ta emas, 15 ta emas, 12 ta emas, 50 taga yaqin odam hozir mafiya o'ynayapti. Menimcha bu men ko'rgan eng katta mafiya. O'rtoqlar, hozir eshitayotgan muzikalar aynan burchumala deyapti. Bu muzikani oldin aynan shu hududdagi sovet askarlari aytgan va shundan keyin keng jamoatchilikka burchumulla bo'lib tarqalib ketib qolgan. Bu fakt prosta miyani portlatadi.
Aynan ko'rib turgan mana shu dam olish hududi 5 yil davomida qurilgan va 2026-yilda ochilgan. Biz birinchilardan bo'lgan mehmonmiz va aynan shu joyda Vero komandasi hozir katta team building qilyapti. Etdim 30 sekund baqirdim. Yaxshi bo'ldi, kopto kelishga ro'bala hali. Kecha o'yindan yaxshi o'ynaydi. Zo'r. Vero kompaniyasi ayniqsa mana shu ijodiy guruh bizni har doim hayron qoldiradi. Juda ham ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Har doim 10 dan 10 baho berganman. Xursand bo'ldim. Tashkilotchilarga katta rahmat. Ishonamiz, kompaniyaning shioriday birgalikda o'samiz. Hammani orzusi degan narsani yutib ketdingiz. Avvalambor Vero kompaniyasi uchun katta rahmat. Birga hamkorlik qilganimizda ancha xursandman. Boringlarga shukr. Hammasi xalqning hammasi zo'r. To'g'risini ayting, shuni yutaman deb o'ylamadingiz? Beli yutib ketaman deb niyat qildim. Alhamdulillah undan kattasini yutdim. Ondan 10 qo'yardim. Maza qildik bugun. Bashi zo'r konsert bo'lib ketdi bu. Taqdimotlar ham 12 yil yubileysi ham maza qildik, rost aytaman. Hissiyotlar zo'r, kutmagandim. Velosipedda juda bizgacha oldin imkoniyatlar bor edi. Chiqdi endi. Omad. Necha qo'yadi? 15 mi, 20, 100 mi, eng baland nechi bor? Mangaldan keyin shunaqa bo'ladi o'zi.